Ko'p gapirmasdan mana shu videoni oxirigacha ko'rsangiz, TDMda o'rtog'ingizga minimum 2 kedek uchrasiz. Chunki bu videoda men sizga oltinga teng o'pib beraman. Ko'rib turibsizlar, yaxshigina urinib oldik. No nicho, tushkunlikka tushmaymiz. Bunaqa momentda asosan protivnik o'ng tomondan yurib tepaga chiqadi. O'shaning uchun chiqargan joyiga oldindan olib turamiz, bo'ldi. Eng qizig'i videoni sho'rgacha ko'rib, hali like bosmagan shigarim. O'shaning uchun davay sizdan hech nima ketmay bitta like tugmasini bosib qo'ying. Shunday qilib, birinchi momentni muvaffaqiyatli amalga oshirdik. Endi esa ikkinchi momentga o'tamiz. Bu momentda protivnik kutilmaganda bizga uron berib qo'ydi. O'shaning uchun endi u polibon bizga push qiladi. Bu momentda asosan protivnik chap tomondan keladi. O'shaning uchun bor fokusimizni chap tomonga qaratamiz. Agar sizga zarracha o'pib bergan bo'lsam, jigarim, shunday podpiska tugmasini bosib keting. Bu sizga oddiy tuyulgani bilan menga juda ham katta motivatsiya bo'ladi va agar kamchiliklar bo'lsa, kommentga yozib keting. Hammani kommentini birma-bir o'qib chiqaman.